поменять профессию оператора. Устроена работа. После этого все, что вы сделали, вы Mana bugun bizlar Sirdaryo viloyati migratsiya vakillari tomonidan tashkil etilgan suhbat asosida Rossiyaga ish beruvchilar bilan uchrashdik. Ish o'rinlarini gaplashdik va yuqori daromadli ishlar ekan. Sizlarni ham taklif qilamiz. Men o'zimga mos bo'lgan vakansiyani topdim. Yig'uvchi slesar, metalokonstruktor. O'ylaymizki, biz borgandan keyin shu davlatimizga manfaati tegadigan sohalarni o'rganib ham kelib, mana bu yerda o'zimizni tadbirkorlik faoliyatimizni ham olib borishimiz mumkin. это то, что вы вышли на работу. По факту нам каждый один Узбекистан с Ташкентом были в нескольких регионах очень. Biz O'zbekistonning bir necha hududlarida bo'ldik. Mamlakat bizga juda yoqdi. Juda toza, tartibli, xalqi mehmondo'st va samimiy ekan. Umuman olganda taassurotlarimizni tasvirlash qiyin. Rahbariyatimiz nomidan migratsiya agentligiga va Moskvada faoliyat yuritayotgan agentlik vakolatxonasiga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Ularning yordamlari bilan O'zbekistonda tanlovlar o'tkazyapmiz. Men Vertical, Legistro va Marketbold kompaniyalari uchun xodimlar topish maqsadida keldim. Xodimlarni ishga qabul qildik. Albatta tanlov hali to'liq yakunlanmagan, lekin umumiy qabul va jarayon bizni to'liq qoniqtirdi. Благодарствую.